O'zbekistonda qarzga tiqib yubordinglar, cho'ntakka urib yubordinglar, to'g'rimi? Endi xalq to'laydi-da. Endi immigrantlar ham to'laydi. Keyin bitta maktabda o'qituvchisi chiqib gapiribdi, To'rko'z opa, siz maktabda bolalaridan pulni yig'ib, chopga urib yuribsiz opa. Siz to'lasangiz yarashaveradi. Siz to'lang nalogni. Bolalarimizni haqqini rosa yeyapsiz, lekin zo'r o'qitib tashlayotganingiz yo'q. Dum-dum. Dum-dum mana yerda. Maktab direktori immigrantlar ham to'lasin-da biz deb inqillab gapiribsiz. Siz to'lang nalogni. Opajon, siz maktabda bosib yotibsiz. Bolalar pulini yeb, mazza qilib, kelgan ko'mirni sotib, cho'ntakka uryapsiz. Siz to'lang nalogni. Biz to'lamaymiz nalog. Itak boquvchimizni yo'qotgan bo'lsang ham, yiliga 8000 rubl, hozir 8500 rubl kelibdi menga, solig'im, yer solig'im. Ashuni to'layotganimiz ham yetadi. Bo'lmasam O'zbekistondan chiqarib olinglar, soliq to'lamayotgan immigrantlar. Endi immigrantlar kelibdi, yaxshi hayolinglar bunday o'ylagansizlarda, endi shuncha pulni ishlatib, jidamizga tiqib tashladik, qandash urug'imiz bilan boy bo'ldik. Endi buni xalqqa chatishimiz kerak deb turib, sekin immigrantlarga arg'am hisobsizda Alisher Qodirov. Siz o'zi qayerdan kelib qolgan? Sizni prezidentlikka nomzod qaysi kallangga